Kalis qaynukam meni ovqatlanishga olib ketyapti. Kechasi bilan uxlamay chiqdim. Ertaga kalis qaynukam bilan ovqatlangan bo'laman deb o'ylab chiqdim shekilli. Shunga kofe ichib olaylik. Dedavama kalis qaynukam bilan ovqatlanishga, ya'ni uchrashuvga. Bu ay kalis qaynukamni tug'ilgan kuni, lekin nima sovg'a qilishni bilmayapman. Birorta fikr bo'lsa kommentariyaga yozib yuboringlar iltimos. Dr. Jartdagi BB kremdan endi CC kremga o'tdim. Dahshat ekan. Hozir men sizlarga surtib ko'rsatib beraman. Kalis qaynukam o'tgan yil tug'ilgan kuniga Nike'dan futbolka sovg'a qilgandim. Lekin bu yil nima sovg'a qilishni bilmayapman. Chunki kalis qaynukam armiyaga ketadi. Shuning uchun nima kerakligini bilmayman. Menimcha armiyada hech narsa kerak emas bo'lsa kerak. Bu tonalkani o'rnini bosadi va любой turdagi yuzga mos tushadi. Oq bo'lsangiz ham, qoracha bo'lsangiz ham, chunki sizni yuzingizni rangiga qarab yemirilib ketadi va yuzga juda ham yengil o'tirar ekan, shunisi menga yoqdi. Qaynukamga o'tgan yili Nike'da futbolka sovg'a qilgandim, lekin menga bu yili tug'ilgan kunimga yarimta qovurilgan tovuq sovg'a qilgan. Shuning uchun men ham o'ylayman, tovuq olib beraymikin bu yil. Hech qanaqa tonalka va makiyaj qilib o'tirmaysiz. Bitta shu CC kremni surtasangiz, shunaqa yuzingizni tekis qilib qo'yar ekan. Ovqatlanishga Sheindan olgan ko'ylaklarimdan bittasini kiymoqchi edim, lekin g'alati o'ylamasin deb shu futbolkamni kiyib oldim.